Nima uchun klinika degan savol birinchi. Bu tarixiga borib taqaladi. Amerika Qo'shma Shtatlarida birinchi yuridik klinikalar paydo bo'lishidan oldin professorlar qanday qilsak biz talabalarning sifatini oshiramiz degan savolning ustida o'ylanishgan. Aynan huquq sohasining professorlari. Va ular qiyosiy usulni qo'llab meditsina fakultetida tahsil oluvchi talabalarni faoliyatini o'rganishgan va nimani ko'rishganki, u yerda talaba darsda o'qiydi, darsdan keyin professor bilan demak bemorni muolajasida bevosita ishtirok etadi. Diagnozida, operatsiyasida va boshqa o'sha demak tibbiy muolajalarda ishtirok etadi va bu narsa natijadorlikda juda katta ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni professorning oldida yurib, bemorlar bilan bevosita muloqot qilgan talabalarni amaliy ko'nikmasi bir necha bor oshadi, sifati oshadi. Va o'sha Georgetown universiteti, Amerikadagi Georgetown universitetining professorlari shunaqa bir savolni qo'yishadiki, biz nima uchun mazkur usulni yuridik yo'nalishga qo'llay olmaymiz, ya'ni yurisprudensiyaga qo'llay olmaymiz va shundan kelib chiqib yuridik klinika atamasi shakllanadi. Ya'ni bizda ham fuqarolar bor, biz ham insonlar bilan ishlaymiz. Keling, o'sha professor fuqaroni demak qabul qilayotganda unga maslahat